Assalomu alaykum uchrashuv qatnashchilari. Agrobank Aql o'quvchi filiali tomonidan tashkillanayotgan har oyda uchrashuv bugungi 6-martga qo'yilgan uchrashuvga xush kelibsizlar. Mana tadbirkorlar, fuqarolar kredit olish istagini bildirib kelishgan. Endi bulardan birinchisi YTT Soliva Dilorom Erkinovna. Express kredit bo'yicha 200 million so'm kredit olishmoqchi. Kredit shartlari haqida ularga to'liq tushuntirildi. Rahmat o'qib. Bundan tashqari, hozirgi kunda 4 ta mijozimiz biznesga ko'mak mahalla loyihasi dasturi asosida kredit olishni istagini bildirib kelishgan. O'zimizga biriktirilgan mahallalarda bularni mahalla bankirlari, agentlar tomonidan kredit shartlari, muddati to'liq tushuntirilgan. Abdulahat va Gulnoza akalar kelishdi. Mahalla loyihasi qaroriga asosan 36,5 million kredit olishmoqchi. Rahmat aka. Mirzayev Inomjon aka 17 million so'm biznesga ko'mak shartlarini tushuntirishda 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan 25%. Ayollar 23% edi. Rahmat. Madaminov Hikmatillo mahalla loyihasi dasturi bo'yicha, keyin Emin Muhammad Sol aka mahalla loyihasi dasturi asosida kredit olishdi. Bo'ldi. Har bir murojaat, har bir bizga tushayotgan arizalarni e'tiborsiz qoldirmaymiz. Hammasini ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqib, qonun darajasida sizlarga kredit ajratamiz. Bu kredit ajratishimizdan maqsad aholini bandligini ta'minlash, ish bilan ta'minlash, shu aholini daromadini oshirish maqsadida beryapmiz hamma kreditlarimizni. Shu kreditlarimizdan unumli va to'g'ri foydalansizlar. Maqsadli, hamma kreditlarimiz maqsadli kreditlarimiz unumli to'g'ri foydalansizlar. Sababi prezidentimiz tomonidan berilgan bu imtiyozli kreditlar hammasi shu kreditlarimizni chiroyli foydalanish maqsadlaring keyingi yopganlardan keyingi kreditlarimiz xudo xolasa katta kreditlar berishni maqsad qilyapmiz sizlarga. Bizga qanaqadir topshiriq bo'lsa, yo'qsa qanaqadir bizga takliflar bo'lsa, Agrobank eshigi har doim ochiq. Uzluksiz sizlar bilan ishlaymiz, mahalla bilan, umuman fuqarolar bilan ishlaymiz, tadbirkorlar bilan ishlaymiz. Biz sizlarga o'sha moddiy tomondan qo'llab-quvvatlaymiz, xudo xolasa kreditlar bilan. Qanaqa bir bizga savollaring bo'lsa, savollar beringlar hozir. Bo'lmasa bugungi uchrashuvimizni yakunlaymiz. Sog' bo'ling.